Black. Black. Biza. Men narigi xonadaman. Qizlar, bildirmasdan o'tib ketsin deb ketdik yaxshisi. O'tib ketsin. Ko'proq sharmanda bo'lmasdan ketilgan yaxshisi. Kechirasan. Sizlar nimaga kechirim so'rasizlar? Chunki seni chaqirmadik. Agar seni chaqirsak, bular seni boshingga kelmas. Chaqirsanglar ham kelmasdim o'zi. Biz ham shunaqa o'ylaganimiz uchun. Qo'lingga nima bo'ldi? Kuydi. Qanaqa qilib? Olovga tegdi, keyin yondi. Izi qolarkanmi? Doktor izi qoladi dedi. Afsus. Men uchun bu problema emas. Nimaga sizlarga problema? Chunki ozgina ham men aybim. Nimaga sen aybing bo'ladi? Hammamizning aybi. Hech kimning aybi emas, bo'ldi. Drama qilishlarga kerak yo'q. Qoladigan joyimizda olov o'chiradigan sistema bo'lmasligi rosa yomon. Olov o'chiradigan sistema qo'yish kerak. Agar alarm bo'lsa, olov o'chiradigan sistema ham bo'lishi kerak. Qoladigan joyimiz eski bo'lgani uchun balki. Baribir ham bino xavfli bo'lmasligi kerak. Sen o'lishingga kam qoldi. Mana haqimda bitta savol bor. Yong'in qanaqa qilib chiqdi? Qara u tarafini men ham bilmayman. Film ko'raman deb kompyuterni ochdim. Keyin uxlab qoldim. Keyin uyg'onganimda hamma joy olovda. Shuning uchun olovni qanaqa chiqqanini ko'rmadim. Bizani bino yongandan keyin biz nima qilamiz hozir? Yangi yotoqxona topishsa kerak bizga. Yotoqxonani problema qilish kerak emas. Bizga baribir bitta yotadigan joy topiladi. Yaxshi ham Blackni qutqarib qolishdi. 1 minut. Narsalarim. Qaysi narsalar? Alboming keyin yana daftarni aytasanmi? Ha, ichiga qaramading, to'g'rimi? Men sen narsalarni nima qilaman? Seni qutqargan odamlar bitta joyga qo'yib qo'yishibdi. Poliklinikadan chiqqandan keyin senga berishar ekan. Oh. To'xtanglar, bizning narsalarimga nima bo'ldi bo'lmasam? Ularni ham qutqarishibdi. Bitta Blackning narsalari ozgina yonibdi bo'ldi. Bo'lmasam bugun yangi yotoqxonaga boramizmi? Balki bizga xabar berishar ekan. Och qoldim shekilli. Bo'lmasam biz borib senga ovqat olib kelaylik. Yo'q, shart emas, o'zlari olib kelishar ekan. O'sha paytgacha och qolasanmi? Och qolish buni har kun yashayman o'zi. Bu tuyg'uni sizlar ham bilasizlar. Mayli, bizani ichimiz qo'ymaydi hozir. Ketdik qizlar. Roze, sen kelmaysanmi? Men kelmay qo'y, 4 kishi, oshxonada ko'p kishi bo'lib ketadi. Mayli, sen bilasan. Vayvo. Nima? Wow. Nima wow? Qanaqa qilib? Nima qanaqa qilib? Qutulganim senga shuncha g'alati ketdimi? Tushdamanmi? Lekin tush bo'lsa bunchalik uzoq bo'lmaydi-ku. Hey, tushdaman. Menimcha bu tushmas. Sen nimaga shuncha hayratda qolding? Hozir yashaganlarimizni tush deb o'ylaysan. Sen kelajakni ko'ra olasan. Shht, baqirma, eshitib qolishadi. Hali ham rostakasini bo'lganiga ishonmayapman. Men buni senga 2 kun oldin aytib bo'lganman. Nimaga hozir eshitayotgandek qolsan? O'sha payt ishonmagandim, lekin ozgina-ozginadan ishonishga boshladim. Agar bilib yong'in chiqarmagan bo'lsang. Aha, rostdan ham bilib o'zimga o'zim yong'in chiqarib, qo'limni kuydirib, o'lishimga kam qolganda bilib yong'in chiqarganman, ha? Zo'r ekan. Va o'lishga kam qolganda qutqarildim. Zo'r reja. Bo'lmasam, ya'ni sen rostdan kelajakni ko'ra olasan. Xayrli kun. Shht, qizlar yotdi. Ovqatingni hozir olib kelmadik, doktor ozginadan olib kelar ekan. Ha, yana bizning binomizni ro'parasida bo'lgan binoga kelar ekanmiz. Hammamiz bir xil xonada qolar ekanmiz. Qachon joylashar ekanmiz yotoqxonaga? Black yaxshi bo'lgan edi.
Ozgina tumanning ichida qoldim, lekin yaxshiman. Agar shu shifoxonada qolaversam, shifoxonani hididan kasal bo'lib qolaman. Qanaqasiga? Men endi bu xonada sizlar bilan qolamanmi? Shunaqa ko'rinadi. Hech qanaqa shaxsiy joyim bo'lmasa ekanda. Bu xonada ko'p narsalar yo'q. Devordagi rasmlar yo'q, keng, rosa rangsiz. Biz ham ranglantiramiz bo'lmasa. Hey boy, make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, 너무 아름다워 널 잊을 수가 없어 눈빛이 Çok Zo'r bo'ldi. Çok Ko'p renkli rangli oldu. bo'ldi. Qizlarga hech qachon aytmaysanmi? Vaqti kelganda aytaman. Lekin hozir emas. Qo'lingda shunaqa kuch bor bo'lsa, ishlatmayapsan. Ishlatmaganimni qatdan bilasan? Mana shunaqa kuchim bo'lsa, har oy qilingan diktantni ishlatardim. Men unaqa qila olmayman, chunki xohlagan kunim kelajagimni ko'ra olmayman. U seni tutsog'i emas, sen uni tutsog'isan. Shuning uchun men ishlata olmayman bunaqa narsa. Mayli, o'ylab ko'r, kelajakni ko'ra olasan. Kimda eshitib qoladi hozir? Keyin olboshingga balani. Lekin baribir bu zo'r narsa. Lekin bitta savolim bor. Rostdan kelajakni ko'rganda shunchalik boshing og'riydimi? Ko'pincha ha. Biz kelajakda qanaqa guruhda bo'lamiz? Kimlar bilan qo'llab qolamiz? Rosa mashhur bo'lamizmi yoki YG'ni aybida hate olamizmi? YG deb nimaga hate deysizlar? YG hech narsa qilmasa ham u deb hate olishimiz mumkin. Yana sen nimaga sizlar deyapsan? Sen ham bizning guruhdan bitta odamsan. O'zingcha boshqa notanish odamsan. Sen ham bizdansan. To'g'ri. Kahin Black. Nima deding? Kahin Black. Kimda eshitib qoladi? You know. Black qani? U darsga vohlikdan borar ekan. O'zi hali endi kecha o'ziga kelganda bugun darsga kirmasa yaxshi bo'lardi. Qizlar, yerda nimadir bor. Black narsalardan bittasidir, mamcha tegmaylik. Nimaga? Bekitadigan nimadiring bormi? Black narsalar bilan men nimani bekitishim mumkin? Bilmayman. Men borib qaramasam bo'lmaydi shekilli. Jisu, bu safar meni to'xtatmaysanmi? To'g'risini aytsam, o'zim ham qiziqib ketdim. Bo'pti. Nima bu? 아름다워 널 잊을 수